Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimiz ve sohbetimiz, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa görürüz, Washington'dan sözleyimiz, bugünkü islağı 2024 yıl 9. ayının 23. günü. Haftaki düşenbe vatandaş, bugünkü vaziyetimiz ve leksiyamız mındak. Çünkü Kom Partiyası'nı etqanda mavzu Çünkü Kom Partiyası etqanda en ahırkı bir perdi siyaset başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Jungo qarta intay zor strategik burilish hosil qildi. Mavzuliq xabar ve ekran yani şundaq mavzuliq xabar 9. ayının 23. günü Jungo'ga nazar torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Bir necha ay burun Beijing Üniversitesi profesörü Boyati Çin. Bu kişinin yoki Moğol yoki kim ekanligini bilmay qoldi vatandaş. Jungo İqtisadi Tadqiqot Markazining mudiri Yao Yang bir qatimliq nutqida mundaq oshkorildi. 4. ayda Amerikaga berib Davlat Mahkamasi doimiy muavin davlat ishlar kotibi Kurt Campbell bilan ko'rishdim. Kurt Campbell menga mundaq dedi deydi professor Yao Yang apandi. Sizlar esinglarda tutinglarki, o'tgan 40 yil ichida dunyoda hech qanday bir davlat Jungo'ga Amerikadek yordam bergan emas. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi muavin davlat ishlar kotibi Kurt Campbell 9. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida gohliqdan o'tdi vatandaş. Tunugun sizlarga bir abzas sözünü yetkazdik. Yetkazganda en asoslig'i 20 yil mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati O'rta Sharq va Janubiy Osiyoga yuzlandi va shu yerda harakat qildi, iqtidorni ko'rsatdi. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati, strategik siyosati endi Tinch okean rayoniga kengaydi. Shundaqlik Davlat Majlisi guvohlikdan o'tganda muavin davlat ishlar kotibi Kurt Campbell shundaq dediki, tarixdan beriki eng zo'r xirasga duch keldik. Yani Jungo Kom Partiyasidan iborat ve uning xiraslardan iborat shunday xirasga duch keldik. Ondan buningga qo'shimcha ta'kidlash shaklida e'lon qilgan yoki so'zlagan so'zi shundaqki vatandaş so'g'uq munosabatlar urushi deydigan mushu hukm hozir Jungo tarafdan Amerikaga kelayotgan xirasning oldida hech narsaga azmaydi. Tushundingizmi? Bu so'zning ma'nosi nima? Masalan, ayni chog'da Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq Sovetlar bilan 40 yilcha so'g'uq munosabatlar urushi qilib keldi. Harbiy ishlarda qanchalik gavdalik bo'ldi bu tarixni biz unutib qoldik hozir. Biroq eng asoslig'i sobiq Sovetlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida so'g'uq munosabatlar urushi ideologiya asosida berildi vatandaş. İdeologiya asosida. Endi bu qatim Jungo'ning Amerika Qo'shma Shtatlari qaratgan xiraslari harbiy ishlar, fan texnika, yuqori darajadagi oliy fan texnika, geopolitik yani rayon xarakterli siyosatlar ve rayon xarakterli meseleler, Tayvan bo'g'izi, 61 yani havo boshlig'i, Shimoliy muz okean, hatta Afrikada kim putirib tura olishi kerak? Afrikaga armiya Amerika kirish kerakmi? Jungo kirishi kerakmi? Masalan, O'rta Osiyoda
Beijing turuşu kerakmi yoki Amerika bu yerga kirishi kerakmi? Biz bu yılda ve ötken yıl shunday aytdik, ötken yıl 11 ayning 9-kunida Buyuk Britaniya parlamenti biz O'rta Osiyoga fan texnika ilm va savdo tijorat bilan yurish qilamiz degan edi vatandosh. Endi bu yil 7-8 ayning 9-kuni muhtaza esimda qolmadi kechiringlar. 8 ayning 9-kunida Yaponiya vaziri Fumio Kishida O'rta Osiyoga kirib keldi vatandosh. Mushu davlatlar Angliyani ham, Yaponiyani ham Amerikaning ittifoqdoshi desangiz, mushunda keng doirada mush faoliyatni qilayotgan buning tahdid Jungoning qarisi bor. Jungoning tahdidi bor. O'rta Osiyoga bu davlatlarning berib kelishiga yoki O'rta Osiyoga bu davlatlarning ma'rifat, madaniyat elib kirishi Jungo hargiz xohlamaydi. Afrika qit'asi ham shundoq, Okeaniya ham shundoq. Tinch okean davlatlari, Shoqi davlatlar ham shundoq. Mushlarni elib aytganda, bugun Kurt Campbell aytayotgan so'zlayotgan so'z bizning duch kelgan xiristlarimiz, ya'ni Jungo Kompartiyasining xirislari ayni chog'dagi sovuq munosabatlar urushiga solishtirganda, sovuq munosabatlar urushi davridagi voqealar hech nimaga arzimaydi. Demak, Jungoning Amerikaga elib kelayotgan xirist shu darajaga ko'tarilganda, nima dedi Kurt Campbell? Biz vaqtni ching tutamiz. Tadqiq qilish, doklad berish yo'lida cheklanib qolmaymiz. Konkret harakat qo'llanamiz. Oxir tungi shuna so'zladikmi? Haliqi bir abzasi sizlarga shuna yetkazdiqmi? Bu yerda gap nima desangiz, Davlat Majlisi guvohlikda o'tganda xirist to'g'risida o'tdi. Anda uning tasviriy jumlasida yuqoridagi sovuq munosabatlar urushga solishtirib shundoq dedi. Endi bugun bu kishi Yang apandimi yoki boshidagi odamning ismini nimaki Buyati Mongolda qiladi. Buyati degan bu ishkaylardan birisi bu yil 4-oyda Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib ketdi vatandosh. Bular iqtisod sohasidagi olimlarken Beijing Universitetining iqtisod sohasidagi olimlar Amerikada shunday bir iqtisod muhokamaga oid xabarlar ishlar bo'lsa kerak yetib ketdi. Shu yerda Kurt Campbell shunday aytibdi. Sizlar buning ma'nosi Jungoliklar esinglarda tutishinglar kerakki, biz musha 40 yil ichida Jungoga yordam qilgandek dunyoda ikkinchi bir davlat Jungoga undaq yordam qilgan emas. Endi hozir bu professorlar nima deydi? Bu yerdagi gap esinglarda tutishinglar kerakki degan gapning ma'nosi, ikkinchi taraflik ma'nosi ümidsizlendi. Jungo degan bu davlatdan Amerika ümidsizlendi. Onun ustiga Kurt Campbell odatdagi rahbarlardan emas, balki 15 yilgacha, 20 yilgacha Osiyo ishlarini tadqiq qilib, Osiyo qaratgan yangi siyosatni tartibga solib, bugun endi Amerika Qo'shma Shtatlarida rahbar, ya'ni davlat mahkamasida ikkinchi qo'l rahbar bo'lib turganda Kurt Campbellning bu so'zi odatdagi so'z emas. Shunga aytamizki, bu balki eng oxirgi bir parda. Eng oxirgi bir pardaning ko'tarilishi va Amerikaning Jungoga qaratgan siyosatidagi o'zguchilik, boshqa bir siyosat tunigan dedik. O'zgarayotgan siyosat dedik. Ama bugun endi nima deydi? Eng oxirgi bir parda siyosat. Bu Jungoga nazar to'rbiti. Demak, bu yerdagi gap hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan strategik siyosati nayt zo'r burilish hosil qildi. Kurt Campbellning so'zi bilan mushu xulosani chiqaryapti vatandosh. Yang apandi mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ma'mur davlat shtabi kotibi Kurt Campbell o'tmishda Jungoga do'stona munosabatda bo'lib kelgan edi biroz. Masalan, Kurt Campbell navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Ma'mur davlat shtabi kotibi Obama davrida Oqsaroyda ishlagan edi. Shu vaqtlardan aytganda Jungoga do'stona munosabatda bo'lib kelganligi rost vatandosh.
dostane münasebetli bulup kelgen idi. Bugün onun Cungo'dan ümitsizlengenligini körüp yettim deydi Yang efendi. Beijing Üniversitesi mi? Beijing Üniversitesi'nin profesörü. Endi Yang toxtallıgan yoki tunup yetelmegen bir taraf Maun Devlet İştirakatı Kurt Campbell'ның bu bir cümle sözü, yani esinlerde tutuna degan sözü Cungo'dan ümitsizlengenligini körüstüp beripla kalmasdan bu söz intayin zor buruluş noktasını mı öz içine alıdı. Zor buruluş. Küçük bir mavzu. Onun dedim deydi. Maun Devlet İştirakatı Kurt Campbell emeldarlık salmığı, salayet ve obrazı Cungo Kompartiyası etkanda mutlak sel qaraşqı bulmaydıgan Amerika'nın yuqur dercilik emeldarı. Prezident Joe Biden hükümetinin yuqur dercilik emeldarı. Kurt Campbell, Amerika Qo'shma Shtatlarining ikkinchi qo'l rahbari va ikkinchi qo'l diplomati. Hem Amerika'nın 15 yıldan beriki Asya siyasetini yeni tertipke salgıcı ve aktif ilgili sürgücü erbaptır. Şuna bu erbapka ve bunun sözlürü sel qaraş qılıp olmaydı. Demek Yang efendi olsun, ya evvelki profesör olsun, ula bu yıl 4. ayda Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Mahkemesi'de qandaqdır bir muhakeme yig'ini qatnashgan bo'lishi kerak vatandaş. 9. ayının 18. günü Kurt Campbell Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi guvohlikdan o'tganda yuqorida aytgandek Cungo Amerika tarixidagi zo'r bir xirisga aylandi. Cungo elib kelgan xirislar, ya'ni Amerikaga elib kelgan xirislar ko'p tarafli xirislarga solishtirganda hech nimaga arzimaydi. Buning ichida masalan sovuq munosabatlar urushi hech nimaga arzimaydi. Bu bir abzas söz, intayin mühim. Tünügün bir abzası sizlerge yetkizdik, endi bu mühim. Bu bir abzas söz. Bunundan, şunundan direkt biridir ki, Amerika halkı Cungo bilen kuch elişidigan işnen, soğuk münasebetler uruşidan allaqachon alqib chiqib ketganligini, bu intayin zo'r strategik siyasetning ve bu hükümün Cungo doğrusunda bir qatar siyasetle belgeleşlerini keltirip çıkardıqanlığını del muşu meselenin yani kelip bu meselenin hol qılıp işkelliginden direkt birdi. Kurt Campbell bunu 10. ayının 9. ayının 18. günü sözüldü. Bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi Avam Palatası'da Cungo heptiligi 30 parça kanun loyiha. Bunun için tünügün dedik 28 partisi Amerika'nın Cungo to'g'risida ma'qullagan kanun loyihasi. Onun keyin tünügün sözüldük 11 nefer senatör. Jim Reich vekilligida 11 nefer senatör yana kanun loyiha o'tirib qo'yib Cungo umumiy qarshilashish. Yoki o qarshilashish deganda sal yengilroq bo'ladi. Cungo'ga umumiy qarshi turish har qaysi sabablar bo'yicha. Demak, bugun Amerikaning tashqi siyosati Cungo qaratgan siyosati o'zgardi degan so'zni sizlarga isbotlab bermoqchi. Mush faktlar bilan biz sizlarga isbotlab berishga tayyorlik qilib mushliksan so'zini o'qitganlar. Jumlaning oxirida tushdi-da, chari yo'q uni. Sizin aytganda strategik siyasetning ve hükümning Cungo to'g'risida bir qator siyosatlar demak keltirib chiqadi. Bir qator siyosatlarni keltirib chiqadi. Guvohlik berish yig'inida Kurt Campbell mundaq dedi. Endi Tinch okean rayonidagi davlatlar strategiyasini aytganda bizga kerak bo'lgan eng muhim bir ish Amerikada ikki partiyaning hamkorligidir. Biz uzundan boshlab sizlarga so'zlab keldik, vatandosh. Hazır Cungo dese Cungo siyasetinde Amerika'da ikki partiya, Demokratlar Partisi bilan Cumhuriyetçiler Partisining ko'z qarashi birdek bo'lib keldi. Siyaset meydanı birdek bo'lib keldi dedik.
Endi bu yerda Kurt Campbell ham shuni ta'kidlab, bizga eng muhim ish, biz ta'kidlaydigan eng muhim ish Amerika ikki partiyaning birdek bo'lishi va birdek hamkorlashishi. Hamkorlashish orqali natija nima? Jungoga taqobil turish. Belki biz şunun mengayotgan yo'limizga cho'qim ishonamiz. Ya'ni ikki partiya hamkorlashib, jungoga taqobil turishdan iborat bir yo'lda ketayotganimizga, mengayotganimizga cho'qim ishonamiz. Biz şunu tunib yetdikki, biz hozir tarixdan beriki eng zo'r xirisga duch keldik. Demek bugün, endi Kurt Campbell bu siyasette oshkorladi degan gap vatandaş. Qonun loyihasi bo'ladi. Davlat majlisining qonun loyihalari siyaset bo'yicha bo'ladi. Ba'zida abstrakt bo'ladi, ba'zida konkret bo'ladi. Endi hozir Prezident Joe Biden hukumatining yuqori darajalik amaldori Kurt Campbell siyaset sahasida oshkora ve konkret so'zlaydigan bir erbab. Tunugun nima dedik? Siyaset Osiyoga, Uluq okean, endi okean, Tinch okeanga yetib keldi. Bugun nima dedik? Biz hemen tunib yetdikki, Jungo Kompartiyasi tarixdan birki eng qattiq, eng yirik va yoki eng keskin xiris solg'uchi davlat sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida paydo bo'ldi. Shuni tahlil qilaylik. Endi bizning tadbirimiz nima? Kurt Campbell o'tirib qo'yayotgan savol mana shu savol. Tunugunkida nima degan bir abzasdan keyinda vaqt mushu. Doklad yozadigan, tadqiq qiladigan vaqt tugidi. Konkret balki hozirla harakat qo'llanadigan vaqt yetib keldi deydi vatandaş. Sizlarga buni mushu material sifatida tahlil qilib berdik, analiz qildik vatandaş.